Assalomu alaykum hammaga. Mana oshxonamiz bitdi, xudo xolasa. Mana shu oshxonamizga remontiga, kuxonniy mebellariga, jihozlariga nish bir ketgansiga qiziqmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring, hammasini bilib olasiz. Xonani birinchi bo'shatib oldik. Hamma eski mebellarni olib chiqib tashlab, demontaj ishlarimiz mana shu hamma yoqni buzib, musorini olib chiqib tashlab jo'natib olish 1 million so'mga tushdi bizga. Keyingi etap rodman-shvoq. Rodman-shvog'imiz material usta haqisi bilan 3.800.000 ga tushdi. Akfa eshik, rom, mramorniy podakonning ustanovkasi bilan 5.300.000 ga tushdi. Gipsokardon ishlarimiz ventilyatsiya bilan, turba hamma materiallar bilan 4 million so'mga tushdi. Santexnika ishlarimiz, montaj, suv o'tkazish, kanalizatsiya va oxirida ustanovkasi bilan 3 million so'mga tushdi. Elektromontaj, galogen, lustra ustanovkalari bilan hammasi 3 million so'mga tushdi. Kafelimiz 750.000 ga tushdi. Kafel xizmati bilan. Obdekka ishlarimiz, aboy, devorga ramka, emulsiya hammasi material usta haqi bilan 9 millionga tushdi. Bambukovый panel ustanovkasi, laminat, plyontuslari bilan hammasi usta haqi bilan 6.5 millionga tushdi. Kuxonniy mebelimiz $2.200 ga tushdi. Jihozlarga $1.000 ketdi. Xullas, общий xarajat, material, usta haqisi hammasi bo'lib $6.000 ga tushdi. Mana shu eski holatdan mana shu yangi holatgacha bo'lgan jarayonni qancha pul ketganini hammasini yozib qoldirdim. Siz shuncha pulga qildirgan bo'larmidingiz? Shuni izohlarda yozib qoldiring.